Otabek Hasanov Liderlar kitobi asari. Ushbu asarda juda ko'p yangi g'oyalar, hayotga teran nazar bilan qarash, g'oliblikka intilish, saodat va komillik uchun dadil qadam tanlash, jasurlik va mardlik kabi insoniy fazilatlarni o'zida shakllantirish, vatan rivojiga, uning iqtisodini yuksaltirishga astoydil kirishish, aql zakovatni, ilmni har qanday ishdan ustun qo'yish kabi holatlar mujassam bo'lgan. Unutmang, lider degani avvalo doimo o'z ustida ishlaydigan va o'zgalarga yordam qo'lini cho'zadigan insonlardir. O'quvchilar e'tiboriga havola qilinayotgan ushbu kitob davlat xizmatchilari, xususiy sektor vakillari, yosh olimlar, talaba va bo'lajak liderlar hayotida ko'makchi bo'lishiga aslo shubha yo'q. Shunday ekan, qaysi sohada lider bo'lishni istasangiz, ushbu asarni bir marotaba o'qib chiqing. Ishonamizki, ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Otabek Hasanov Liderlar kitobi asari.